Do'stlar, ikkinchi qismini boshladim. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, endi harakatlanuvchi, ya'ni o'zi javob beruvchi botni yaratishni boshlaymiz. Calyx Masterdan o'zimiz botimizni olamiz. Xo'p, qayerda bot fazerga kiramiz? Botimiz Editor Bots bo'limiga, ya'ni Center Bot Chef. Biz botimiz API tokenini olamiz. Tokenni skopirovat qilib olamiz, ya'ni kopirovka qilib turib, bizga kerak bo'lib qoladi hozir chunki. PyDroid 3 ilovasiga kiramizda. PyDroid 3 ilovasida sizda yangi birinchi marta PyDroid o'rnatgan bo'lsangiz, terminalga kutubxonalarda o'rnatib oling. Ya'ni paste qilib turib, ChatGPT dan olib turib, mana bu yerda ChatGPT ga yozilgan. Mana barcha narsasi yozilgan. Mana chat GPT. Unaqa emas. Xo'p, menga Telegram salom beruvchi bot yozib bering. Bo'ldi. Yozib ko'pchilik ber deb yozib qo'yish mumkin, lekin biz sizlaymiz. Xo'p, talab qilinadigan, chunki kerak bo'ladi bot, talab qilinadigan kutubxonani o'rnatish. Mana kutubxonani o'rnatish deyapti. Shu paste-ni copy code qilasizda, mana mana copy code turib, pipinso Python Telegram bot 13-15 turibdi-yu. Mana shuni olib kelasiz. Mana hozir tayyor turibdi. Agar o'zgartirib yuborsam hozir vaqt olishi mumkin. Terminalga qo'yasiz. Terminalga qo'yib turib, mana shu qo'yasizda, paste qilib yuborasiz. Paste. Bunday qilib qo'yib qo'yasizda va yurg'izib yuborasiz. Tugmani bossangiz, telefoningiz klaviaturani bossangiz, yurib ketadi. Endi ChatGPT dan so'raymiz. Xo'p, mana buni kodi. Bu kodini qayerga joylaymiz? Biz so'rovdik, salom beruvchi bot yasab berdi. Copy kodni shunday olamizda, bu yerga joylaymiz. Mana asosiy ekran. Men joylab ham qo'yganman, tayyor. Endi shu yetadimi? Yo'q. Token, bot token shu yerga yozing degan bo'lim turibdi. O'sha bo'limga siz token, ya'ni e'tibor bering, ikkita qavs turibdi-ku, qavs emas, nima edi, qo'shtirnoq deylarmidi? Ya'ni qo'shtirnoqni ichiga qo'yasiz. Keyin e'tiborli bo'ling, bu qo'shtirnoq harflar bilan yonma-yon turishi kerak, tepaga chiqib ketmasligi kerak. Mana bu narsa tepaga chiqib, yonma-yon bir xilda mana ichida turishi kerak. Chiroyli bo'lib. Bo'lsa ishlamasligi mumkin. Qo'yib bo'lganingizdan keyin bo'ldi. Bot ishga tushdi. Oxirida demak bot ishga tushdi degan narsani chiqarsangiz, botingiz ishga tushgan bo'lar ekan. Ketdik. Endi bot ishga tushdi bo'limini ko'rib olamiz. Ya'ni bot ishga tushdi, ko'ryapsizmi? Botimiz ishga tushibdi. Endi biz qaytamiz. Biz o'zimizni botga yozib ko'ramiz. Xo'p, bizda salom beruvchi bot edi, Study Center bot. Bu kerak emas edi. Study Center bot chefga kiramiz, startni bosamiz. Mana assalomu alaykum, menga salom deb yozing. Okay, salom deb yozamiz. O'zi ham aytib qo'yarkan, qarang, salom berishdi. Xo'p, salom berib qo'yamiz sizga. Va alaykum assalom. Mana ko'ryapsizmi? Salom berib yozib ketaveradi. Endi bu ikkinchi qismi edi. Xo'p, biz botimiz tayyor, ishlayveradi, hamma yo'q tayyor. Bundan murakkablashtirib yuborsangiz ham bo'laveradi. Oddiy elementar salom beruvchi botni yasab qo'ydik. Shu uslubda har xil magazinlar uchun yasasangiz bo'ladi. ChatGPT dan foydalanib, ya'ni bu vibe coding deyiladi. ChatGPT dan foydalanib kodlar yozish yoki ChatGPT dan foydalanib bot yasash. Endi biz qilinadigan jarayon barchasi tugadi. Endi bitta muammo bor chetda. Nima? U bot ishga tushdi. Telefoningiz toki yoniq ekan, bu ishlayveradi. Ya'ni siz ilovada ekansiz, mana bot ishga tushdi. Ishlayveradi. Calyxga kirmaylik. Xo'p, bot fazerdamiz. Hop, Revoke Center bot. Okay deb yozib qo'yaman. Xayrlashib, iltimos salom deb yozing. Xo'p, bezor qilib salom ber deb yozing deb, xo'p, salom berdik. Va alaykum assalom. Xullas, boshqa narsa yozsangiz ham salom ber deyveradi. Siz o'zingiz uchun murakkablashtirib yozsangiz ham bo'laveradi. Eng oddiysi. Endi bu yozyapti, to'g'rimi? Endi bot ishga tushdi. Endi bu yerdan chiqib ketdim men. Qarab turing. Bu yerdan PyDroid 3 ilovasini chiqarib tashladim. Endi historyni o'chirib yuborishim kerak. Click history. Yo'q, biz o'zimiz uchun o'tsin. Historyni clear tozalab tashlaganimdan keyin endi bosib ko'raman. Hech narsa yo'q, ko'ryapsizmi? Endi bu serverga ulangani yo'q. PyDroid bilan Study Center botda bu. Alohida serverga ulash kerak endi buni. Uning uchun bizga Visa yoki Mastercard kerak. Visa yoki Mastercard yordamida Heroku yoki Python Anywhere dasturlariga joylab qo'ysak, doim ishlab turadi. Toki dasturdan chiqib ketsak hozirgi holatda ishlamay qoladi. Bo'ldi, ishlamayapti. Endi u narsani
keyingi darslarda xudo xohlasa, keyingi demak suhbatlarda aytib beraman. Zo'r narsalar tashlayman, kuzatishda davom eting. Bu oddiy elementarroq bo'lgan narsalar. Xudo xohlasa, demak ruxsat olib bo'lganimdan so'ng, ya'ni tatuga o'qishga kirib olganimdan so'ng qo'yishni boshlayman. Butun zo'r narsalarni, misol uchun Wi-Fi breaking, ya'ni Wi-Fi'larni buzish, tarmoqlarni analiz qilish, zaifliklarni topish yoki kameralarni buzib kirish kabi narsalarni o'rgataman. Hozir noqonuniy sanaladi. Barchaga rahmat. Omad barchaga.